Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun siz bilan bolalarning tishini barvaqt chiqadi yoki chiqmaydi yoki kechikib chiqadi. Shu haqida suhbatlashamiz. Bundan avval albatta bu videoga like bosing va video foydali bo'lishligi uchun qolganlarga jo'natishga ishlaydiring. Qani boshlaymiz. Ko'p holatlarda ota-onalardan ma'lum bir-biriga o'xshash savollar beriladi. Ya'ni farzandimning tishi vaqtida chiqmayapti, chiqishga kechikyapti yoki bir tarafda tishlari yaxshi chiqyapti-yu, bir tarafda chiqmayapti degan savolni berishadi. Muammoni nimada ekanligini bilishimiz uchun muammo qanday paydo bo'lishini bir olishimiz kerak. Qani boshlaymiz. Eng avvalambor tishlarning o'z vaqtida chiqishligi yoki chiqmasligi bu irsiyatga bog'liq hodisa hisoblanadi. Lekin aksar insoniyat irsiyatida bolalarni 6 oyligidan 2 yoshgacha sut tishlari, ana undan keyin 6 yoshdan toki 18 yoshgacha doimiy tishlar almashilib chiqishligi va 18 yoshdan keyin aql tishlari, ya'ni oxirgi jag' tishlari chiqishligi ommatan statistik jihatdan normal deb qabul qilinadi. Tish chiqar jarayonida yoki yallig'lanishda inson omiliga sababchi bo'lib qoladigan yoki organizmdagi qaysidir o'zgarishlar sababli yuzaga keladigan tishning erta chiqishligi, kech chiqishligi, chiqmay qolishligi kabi savollarga javob berib o'tamiz. Eng avvalambor onaning qornida bola shakllanayotganda, ya'ni homila vaqtida shu tish kurtaklarni paydo bo'layotgan vaqtida onada kuchli stresslar, yallig'lanish jarayonlari, noqulay muhit, tashqi muhit yoki kanserogen tashqi tarafdan beriladigan qanaqadir nur va ta'sirotlar natijasida bolaning tish kurtaklari, zachitkalari shakllanmasligi mumkin. Bunday holatlarda ham anormal holatda tishlar chiqadi, o'z joyida chiqmaydi, boshqa joyda chiqib qoladi yoki umuman chiqmaydi yoki bo'ladi-yu, chiqishni boshlamaydi. Mana shunday holatlar ham kuzatiladi. Ana endi ikkinchi sababi, bolalar sut tishlari chiqmayotgan bo'lsa, ularda qandaydir vitaminlar almashinuvida o'zgarishlar borligi, tishlarning tezroq chiqishiga yordam beradigan unsurlarning yo'qligi ham sabab bo'ladi. Bu sabablar bir necha turga bo'linadi. Misol uchun organizm o'zida qandaydir vitaminlar yetishmasa, albatta vitaminol ko'rigi bilan unga qo'shimcha vitaminlar yoki bo'lmasa qo'shimcha ba'zi bir ovqat sifatidagi preparatlarni berish tavsiya qilinadi. Bunday holatlarda bolalarning tishlari chiqishiga to'g'ridan-to'g'ri yordam bergan bo'lamiz. Undan tashqari, hozirgi kunda ommatan insonlar orasida jamiyatimizda ko'p tarqalgan sun'iy ovqatlantirish haqida gapirmoqchimiz. Bu holatda siz farzandingizni qancha ko'p sun'iy ovqatlar bilan ovqatlantirar ekansiz, ularning tishlari chiqishi kechikishligiga siz tayyor turishingiz kerak. Bunday holatlarda bu ovqatlar tayyor holatda bo'ladi va bu bola hech qanday mashaqqatlarsiz yuz sohasi mushaklarini ishlatmagan holatda ovqatga ega bo'ladi. Buning natijasida shu sohada rivojlanish sekin astalik bilan orqada qola boshlaydi va buning asoratlari ayni tish chiqar vaqtida namoyon bo'ladi. Ya'niki bola tishlari 6 oydan chiqishni boshlashi kerak bo'lsa, 8 oydan chiqishni boshlaydi yoki undan ham kechroq chiqishni boshlaydi. Ammo 2 yoshgacha bolalarning chiqishligi, tishlarning chiqishi normal hisoblanadi. Qanday holatda stomatolog vrach qabulida bo'lishingiz kerak? Ya'ni o'sha vaqtda. Bu vaqtdagi bolaning tishlari odamda 1,5 yoshga yetganda ham hech qanaqa yorish belgilari paydo bo'lmaydi. Bunday holatlarda albatta stomatologga yoki bo'lmasa bolalarni ko'radigan yosh pediatrlarga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Va to'g'ri yo'llanma bilan bolada qanday organizmda jarayonlar bo'layotganligini aniqlab, shunga mos tarzda davo choralari ko'riladi. Ana undan keyin bolalarning tishlari chiqib bo'ldi deylik va bolalarning doimiy tishlari chiqayotgan vaqtgacha bo'lgan periodda bolalar tishlarini tozalamasligi, gigiyenaning yaxshi bo'lmasligi, tishni barvaqt oldirish, yiringlab ketib qolishligi, bir necha tishlarning kasallanishi, karieslarning vaqtida davolanmasligi, og'iz bo'shoq florasi gigiyenasi yomonligi, tinimsiz infeksionlar, stomatit, shunga o'xshagan chaqa kasalliklarni og'iz bo'shoqlarida ko'p chiqishligi natijasida bolaning immun sistemasi pasayishi va og'iz bo'shlig'idagi immun sistemasi pasayishi natijasida tishlarni
chiqishini kechikib qolishligi yoki umuman chiqmay qolishligiga sabab bo'lishligi mumkin. Ana endi kuchli yiringlash bo'lsa, bolalarning qaysidir tishi erta yiringlab ketdi, davolash yaxshi natija bermadi va bolalarni shu sohada qaysidir bir tish atrofida yallig'lanish protsessi kuchaydi. Periostit, diligostemiyel kasalliklari yuzaga kelib qoladi. Bunday holatlarda tishlarni olish jarayonida tish zajatkalarining ustini qobig'i bo'ladi, o'sishga yordam beradigan o'sha qobiq yorilib qoladi va suyaklari bitib ketib qoladi. Mana bunday holatlarda ham tish chiqmay qolish ehtimolligi yuqori hisoblanadi. Deylik bolalar 7 yoshda uni oldi tishlari chiqqan bo'lishligi kerak. Ko'pchilik ota-onalar keladida, qachondir shu yoshga yetguncha, deylik 4 yoshda, 3 yoshda jag' tishini oldirib tashlaganda va mana shu jag' tishi chiqmayapti-ku deb so'rashadi. Bu jag' tishlarini chiqishini o'zini yoshi bor. Deylik oldi tishlari 7 yoshda, ularning yonidagi tishlar 8 yoshda chiqadi. Qoziq tishlarimiz 10, 11, 13 yosh atrofida chiqishi mumkin. Har bitta tishning chiqish vaqti bor. Ana endi yiringlash jarayonidan tashqari tish jag' sistemasidagi burun bo'shlig'idagi anomaliyalar ham, ya'ni jag' suyaklarining normal o'smasligini hisobiga ham tishlar chiqmay qolishligi mumkin. Bunday holatlarda tish chiqmoqchi bo'ladi-yu, tish zachатkalari ildizlari bo'ladi-yu, ammo chiqishiga joy yetarli bo'lmaydi. Xuddiki bu shunday narsaki, jamoat bilan namoz o'qishga shoshilib kelgan inson qatorda joy topa olmaydi. Qator juda ham zich bo'ladi. Xuddiki tishlar ham chiqishni xohlaydi, ammo qatoriga turib olishligi uchun unga joy yetishmaydi. Mana bunday holatlarda ortodont stomatolog yordamida tishlarni, ya'ni o'sha jag' suyaklarini o'stirib, eng avvalambor jag' suyaklarida joy paydo qilinadi va ana undan keyin tishlarning chiqishi kutiladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlarga, tanishlarga jo'natib qo'ying. Sog' va salomat bo'ling. Boshlovchilar aytgandek, keyingi efirlarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.